Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Biz sizlar bilan The Best Camino Kamtarin TikTokdan hozir Visa karta bilan pul chiqarib ko'ramiz. Qani bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu ko'pchilikga qiziq bo'ladigan video. Sababi TikTokda, ya'ni TikTokda, YouTube'da pul ishlasa bo'lmaydi deyshadi. Buni sizlar bilan birgalikda guvohi bo'lamiz. Xo'p, akalar, opalar, bu video manfaatli bo'lgandan keyin agar o'xshasa like bilan kommentni bosib qo'yasizlar. Hozir bosib qo'yaveringlar. Keyin eslaringizdan chiqib qoladi. O'xshaydi, xudo xohlasa. Akalar, opalar, gazini bosamiz. TikTokda pul ishlash imkoniyati mavjud. Video qo'ysalaring videoga addenni, efir ochsalaring efirga addenni. Bundan tashqari reklama qo'ysalaring reklamadan ham yetarlicha daromad topishlaring mumkin. Bu 100% natija. Endi biz videomizni ko'p cho'zib o'tirmasdan o'zimni profilimga obuna bo'lib qo'yishga taklif etaman. Bundan da qiziqarli, foydali ma'lumotlar yana hali oldinda. Shunchasi mana YouTubedan so'qqa qilib yotibdi. Bu sizlarga manfaatli bo'lsin deb bu videoda chiqaryapman. Mana o'zimning Face ID'imni qo'yib olganman. Mana shu ekranni burchagiga ishonchli bo'lsin deb pastga tushirib olaman. Endi xalaqit berib qolishi mumkin efir davomida. Shuning uchun pastga tushirib oldim. Ko'zim sal pastga qarayotgani uchun g'alati bo'lib qolsa xafa bo'lmaysizlar. Bir dona like, kommentga kirib yuricha stiker shunaqa narsalar jo'nataverasizlar degan umiddaman. Videoda yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar, sababi tanish bilishlaring ham bu haqida bilsin. Qizg'anchilik qilmaymiz degan umiddaman. Xo'p, obuna bo'lib qo'yinglar menga va DPS botimga ham, ikkinchi profilimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Efirlarimni kuzatib boringlar. Qo'ldan kelgancha savollaringga javob berib o'taman, akalar, opalar. Xo'p, mana profilim ko'rib turibsizlar. Pastda, ya'ni mana bu yerda. Xo'p. Hozir mana shu yerda mana shu biz YouTube kanalim, mana shu YouTube kanalimga kirib obuna bo'lib qo'ysalaring men yana ham xursand bo'laman. YouTube'da ham qanaqadir savollaring bo'lsa albatta javob berib o'taman, akalar, opalar. Bu realniy narsa. Hech qachon haligi to'xtab qolmanglar. YouTube'da ham, TikTokda ham modernizatsiyadan o'tsalaring yoki jonli efir qilsalaring bemalol daromad topsalaring bo'ladi. Uyda o'tirgan holatda 3 ta video qo'yasizlar, tamom. Sizlarga постоянный daromad olib kelib berib turadi. Xo'p, videoda cho'zmayman, balansga o'taman. Balansni bosamiz. Xo'p, balansni bosganimizdan keyin bizda $10.71 sent turibdigan hozirgi kunda. Xo'p, hozir nech pulligini aniq hisoblab bera olmayman, lekin yechamiz birgalikda qanday ulash kerakligini tushuntirib o'taman. Videomiz uzun bo'lib ketadi. Endi oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Podдержка uchun like bosib qo'yinglar. Agar videomiz juda ham uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, YouTube'ga to'lig'ini joylab qo'yaman. Xo'p, akalar, opalar, biz endi mana shu joyiga bosamiz. Ya'ni qayerga? Mana bu yerga bosamiz. Mana shu yerga bosamiz. Mana shu yerga. Shu yerni bosamiz, shotni bosamiz. Xo'p, shotni bosganimizdan keyin bizda shunaqa oyna kelib ochiladi. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda jonli mukofotlar, mana buni bosamiz yana ikkinchisiga. Men bir xilgina balkim osonroq yo'lini bilar, men aylanib kirayotgandirman, lekin men shunday yechaman. Endi mana ko'rib turibsizlar, ayirboshlash. Xohlasalaring ayirboshlashni bosib, mana bu yerni bosib, birinchisini bosib qizildagini tanga olib sovg'a podarkaga darajalaringni oshirishlaring mumkin. Darajani oshirsalar aytib o'taman efirlarimda ham. YouTube nimaga TikTokka qo'ygan videolaring rekda aylanishi yaxshiroq bo'ladi. Endi ikkinchisini bosamiz biz. Ikkinchisi kerak. Yechib olishni bosdim, mana zagruzka ketdi. Xo'p, yechib olishda mana shunaqa oyna kelib chiqadi. Kelib chiqqandan so'ng bizga kerakli bo'ladigan joyi birinchi joy mana shu yer. Mana shu yerga bosamiz. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda Visa karta kiritamiz. Visa kartaga kiritish uchun mana shu yerni bosdik va kutamiz. Xo'p, modernizatsiya ochilmagan bo'lsa ham, mana modernizatsiya ochilmagan hali, lekin men sizlarga hozir shu TikTokdan pul chiqarib ko'rsatib beraman. Ya'ni TikTokda modernizatsiya ochilmasdan ham pul ishlasa bo'ladi. Xo'p, endi
Bizda O'zbekiston sharoitida eng oson yo'li oldin WebMoney orqali chiqarilardi, Payoneer orqali chiqarilardi. Endi bizga Visa karta orqali chiqarish uchun mana shu joyi kerak bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, foiz oladi, lekin foiz olganiga biz qarshi emasmiz. Buni YouTube ham oladi, kerak bo'lsa 30%, qaysi birlardadir 0%. Bu olishi aniq narsa. Xo'p, endi bizga Gmailga ulab olinglar, Gmailga yoki sim kartalaringizga SMS keladi, ko'proq Gmailga aniqroq keladi. Xo'p, endi kelgan SMSni men sizlarga ko'rsatmagan holda pauza qilib turib kiritib olaman. Xo'p, parolni kiritganlaringdan keyin shunaqa oyna kelib chiqadi. Bu yerda biz rozi-rizochiligimizni so'rashyapti, qandaydir problemalar bo'lsa o'zing bo'yningga deyapti. Xo'p, bo'pti, o'zimizni bo'ynimizga. Sizni bo'yningizga hech narsani ilmaymiz. Endi Visa kartalaringni yoki Master kartlaringni, bu Master kartni ham so'rashgan mendan. Visa mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana bu yerda Visa bilan Master kart orqali yechib olsalaring bo'ladi bu joy bilan. Men hozir O'zbekiston Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida istiqomat qilaman. O'zbekistonda turib pul yechyapman. Kimdir agar ishonmasa, bemalol farg'onalik bo'lsa yoki qiziqib kelmoqchi bo'lsa, pожалуйста, istagan vaqtlaring kelishlaring mumkin, yechib ko'rsatib beraman. Xo'p, bu yerga endi men o'zimni shaxsiy plastik kartamni kiritib o'taman. Xo'p, mayli, ko'rib olsalaring, Visa kartam shu. Shotimga pul tashlab yubormoqchi bo'lsalaring ham qarshi emasman. 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming, 1 million so'mgacha yoki undan oshiqini ham qabul qilaveraman. Qanaqadir savollaring bo'lsa, javob ham berib ketaveraman. Endi bizdan so'ralayotgan narsa ism va ikkinchi ism. Xo'p, biz ism va ikkinchi ismni kiritamiz. Xo'p, davom etamiz. Ismim Tursunboy. Taxallusim Dbeyas. Xo'p, familiyam G'ofurjonov. Mana men sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapman. Xo'p. Pastida plastik kartani yilini kiritishlaring kerak bo'ladi. U joyda men hozir videoni to'xtataman, sababi u joyini ko'rsatish mumkin emas. Xo'p. Endi shu joyda Xo'p, bizda mana shunday oyna ochilib chiqadi. So'ng tayyor bosamiz, tayyorni bosamiz. Tayyorni bosganimizdan so'ng biz yana shu joyga kelib qaytamiz. Ya'ni sizlar bilan boshida shu joydan o'tdik. Endi bu joyda sizlarga kerak bo'ladigan joyi mana shu yeri. Hammasini yechib olasanmi deyapti. Ha, biz hammasini hozir yechib olamiz. Ship-shiydon qilamiz TikTokda. 0 shotga tushiramiz. Bizdan ushab qoladigan summasi 26 sent ushab qolar ekan. 10 dollari 45 sent tushirib berar ekan. Xo'p, mayli, biz endi qarshiligimiz yo'q, uni tushirib ko'ramiz. Yechib olishni bosyapman, akalar, opalar. Videomizni kulminatsion nuqtasi qiynalib ketdim. Xo'p, agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska, kommentariyaga olov yoki yurakcha istagan stikerlaringni jo'natinglar. Poddeshka bo'lib qolsin. Bu videoda tanish bilishlaringga jo'natib qo'yinglar. Biz bosdik tasdiqlashdi. Sizlar ham like deb obunani bosib qo'yinglar. Bu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Xo'p, bizga deyapti, yechib olish so'rovi yuborildi. Kutmoqda. Pul odatda 1-2 ish kuni ichida tushadi deganda, lekin bizni shotimizga ko'rib turibsizlar, kartamizga pul tushdi, akalar, opalar, kartamizga pul tushdi. Ko'rdilaring, tepada chiqdi. Men xursandman. Kartam o'zida shotida pul bor edi, lekin hozir 200 mingdan oshiq pul turibdi kartamda. Bu shunday ma'lumot beryapti menga. Xo'p, nima deysizlar endi? TikTokda pul ishlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirishlaring mumkin, istaganlaringcha. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Deb sizlarni yaxshi ko'radi. Sizlarchi?